Voy. Voy. Qancha buyurtmalarim bordi. Endi nima qilaman? Orami jonim yalla. Shirin zabo. Shuncha qatiqlarim aynab qoladimi? Endi nima bo'ladi? Voy. Endi nima bo'ladi? Hurmatli tadbirkor hamda biznesmen akalar, nega panika qilasizlar? Axir bu yangilik emas-ku. Qishni ko'ryapsizlar, ayab o'tirmayapti. Pechka hamda konditsionerlar bosib ishlatilgandan keyin elektr tarmog'ida kuchlanishlar hamda chastotaning keskin o'zgarishi sabab elektr tarmog'i liniyasida uzilishlar bo'lishi tabiiy hol. Bunaqa force major holatlarga tayyor turishning yo'li bu dizel generatorlar. 12 viloyatga dostavka va o'rnatib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Kamiga boshlanishiga bepul sifatli moy, antifriz va filtr beramiz. Viloyatlarda servis mutaxassislarimiz bor. Generator tiq etsa, borib bepulga ko'rib berishadi. Quyidagi havola orqali veb saytimizga o'tib, nomeringizni qoldiring. Sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz.